Kanada nazoratchilik organi Uyg'ur majburiy emgaki chetilgan 2 shirkatga qarata tekshirish boshladi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Kanadadagi 2 danglik shirkatga Uyg'ur majburiy emgaki sababli tadbir qo'llanilgan. Dastlabki bog'lash dokladida oshkorlanishicha, Kanadaning Ralph Lauren va Gobimin ustidan arz qilingan bo'lib, har 2 shirkatning ta'minlash zanjirining Xitoydagi tijoriy Uyg'ur majburiy emgaki bilan munosabati bor deb ayblangan. Markaziy Ottavaga joylashgan Uyg'ur kishilik huquqini tashabbus qilish torining ijroiya mudiri Mehmet To'xta apandining aytishicha, 2022-yil 6-oyda 28 ijtimoiy tashkilot birlashmasi Kanadadagi 13 shirkatning Uyg'ur majburiy emgakiga chetilganligini o'ttirib qo'ygan. Ularning aytishicha, bu shirkatlarning Sharq Turkistondagi ta'minlash zanjiri Uyg'ur majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlardan foydalangan. Muajiratdagi Uyg'urlar to'plashib o'ltiraqlashgan davlatlarning biri bo'lgan Turkiyada 45 mingdan ortiq Uyg'ur yashamoqda. Holbuki ularning ko'pinchisi vatandagi oilasi bilan aloqa qilolmaydi. Shundoqla nurg'unlari Xitoy soqchilari yoki josuslarning parakendachiligiga va tahdidiga uchragan. Yangi dokladlar Uyg'urlar uchun bexatar bir davlat bo'lib kelgan Turkiyada yaqindan buyon Xitoy josuslarining faoliyatlarining kuchayib qolganligini ko'rsatmoqda. İspaniyaga joylashgan kishilik huquq qo'g'duvchilarni mudofaa qilish tashkiloti tomonidan o'tgan hafta Turkiyada Xitoylarning Uyg'urlarga olib berayotgan davlat xalqini bostirishining nishoniga aylangan Uyg'urlar sarlavhalik doklati e'lon qilingan. Mazkur dokladda Xitoy hukumatining Xitoydagi yerlik xizmat guruhlari, chet eldagi diplomatik xodimlari va Turkiyadagi uchur to'plovchilar qatnashgan davlat xalqi turlarining qanday qilib chet eldagi Uyg'urlarni nazorat qilish va kontrol qilishga qo'llanganligi, Xitoyning Turkiyada yashaydigan Uyg'urlarni bir-biriga jasuslik qilishga qanday besim qilayotganligi ko'rsatilgan. Qirg'iziston bilan Sharq Turkiston o'rtasida elektronlik savdo kelishimi imzolangan. Qirg'iziston hukumatining yozma bayonotiga qaraganda, Ministrlar Kengashining raisi Akibek Japarov Urumchida ziyoratda bo'lgan bo'lib, Japarov bilan atalmış Uyg'ur Avtonom rayonlik partikomining bosh kotibi Mashinri o'rtasidagi uchrashishda energiya, qatnash, ashyo obroti, pochta mulozimati, dehqonchilik, sayohat, madaniyat va ma'rif qatorliq sohalarda ikki taraflik va ko'p taraflik hamkorlik muzokara qilingan. Belorussiya prezidenti Aleksandr Lukashenko dunyoning hozirgi va kelgusi tartibi haqida Xitoy bilan o'xshash fikrda ekanligini aytdi. Belorussiya xabar agentligi Beltaning xabariga qaraganda, Lukashenko Minskni ziyorat qilayotgan Xitoy davlat mudofaa ministri Li Shanfu bilan ko'rishgan. Lukashenko ko'rishishda mundaq degan: Belorussiya bilan Xitoy ko'p qutbli dunyoni, davlatlarning zaman butunligini va 2-dunyo urushidan keyin bekitilgan chegara birligini qo'g'daydi. Davlatlarning ichki ishlariga aralashmaslik prinsipida ching turdi. Qisqasi, Xitoyning diplomatiya siyosatining butkul pallasi bizninkiga o'xshaydi. Xitoy iqtisodiyotdagi turg'unlik, taratqular va analizchilarning diqqatini tortayotgan bir paytda Xitoy doiralari Amerikadan po'lat temir va alyumin mahsulotlariga qo'ygan tamojna bejini darhol bekor qilishni talab qildi. Xitoy savdo ministrligi Amerikaning Xitoydan import qilingan po'lat va alyumindan elinadigan tamojna bejini darhol bekor qilishni talab qildi. Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Vyetnamning muavin bosh ministri Tran Lokang bilan ko'rishganda ikki davlatning ideyaviy ittifoqlik va yuqori qatamliq aloqani kuchaytirish kerakligini o'ttirib qo'ygan. Xitoy bilan Vyetnam o'xshash ideologiyaga ega qo'shni davlat bo'lish sifati bilan munosabatni kuchaytirib, hamkorlikni cho'nqurlashtirishni xohlaydiganligini bildirishgan. Ma'lum bo'lganidek, hozir dunyoda kommunist hokimiyat boshqaradigan Xitoy, Vyetnam, Kuba, Laos va Shimoliy Koreyadan iborat 5 davlat bor.